Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gold Money kanali va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan yangi kanalda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bugungi birinchi videomiz bizni internetda ham sarmoya kiritib rubl ishlash haqida juda ham zo'r video bo'ladi. Shu sababli bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Bizning bugungi videomiz mana shu Romex saytida amalga oshiriladi. Bu saytga kirib, sizlar pulinglarni 24 soatdan 60 soat ichida maksimum 400% gacha oshirib olishingiz mumkin. Buni esa men video davomida tushuntirib berishga harakat qilaman. Kiramiz va birinchi navbatda tepadagi 3 ta chiziqchani bir marta bosib, biz ro'yxatga o'tib olishimiz kerak. Ya'ni bu joyda buni emas. Hozir adashib ketdim. 3 ta chiziqcha shart emas. Mana bu joydagi o'zi vxod hamda registratsiya tugmalari bor. Mana shularni bosish orqali ro'yxatga o'tib olamiz. Registratsiyani bosamiz va bu joyga birinchisiga login, ya'ni username, ikkinchisiga email va uchinchi va to'rtinchi qatorlarga bir xil parol yozib olamiz va registratsiyadan o'tish degan tugmani bir marta bosib ro'yxatga o'tib olamiz. Mana do'stlar, ro'yxatga o'tib oldik va ro'yxatga o'tganimizda mana shunday menu chiqadi va bizning birinchi nomimiz bu farzan, ya'ni loginimiz va pastroqda esa hisoblarimiz ko'rinib turadi. Ya'ni bizning hisobimizda hozir balansimizda 500 rubl pul bor. Mana shu pullarni esa bugungi videomizda yechib ko'ramiz. Haqiqatan ham to'lasa, demak mana shu video YouTube'da bo'ladi. Demak, qaranglar, kiramiz va shunchaki mana bu joyda 3 ta chiziqcha bo'ladi. Mana shu chiziqchalarni bir marta bosib, bu loyihani boshqaramiz. Ya'ni birinchi navbatda profil, ya'ni hozirgi turgan menyumiz, bundan keyingisi Popanet. Bir boshdan boshlayveramiz. Popanet tugmasini bir marta bosib, biz depozit kiritishimiz mumkin. Ya'ni Viberity plan tugmasini bosib, o'zimizga planlarni tanlaymiz. Misol uchun 100 rubldan boshlab, bu yog'i 500, 1000, 2000 va eng ko'pi 30 minggacha ketaveradi. Lekin sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, juda ham katta depozit kirishni tavsiya bermayman, lekin pul ishlasa bo'ladi. Mana bu joyda esa qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Agarda sizlar 100 rubl pul kiritadigan bo'lsangiz, pulinglar 130% ga ko'payadi. Agarda sizlar 100 emas, 5000 rubl yoki 10000 rubl kiritadigan bo'lsangiz, mana bu joyda yozib qo'yilgan 10000 rubl pul kiritadigan bo'lsangiz, sizlarning pulinglar 200% ga oshadi. Bu degani pulinglar 20000 rubl bo'lib qaytadi. Xuddi shu tarzda men esa 10000 pulim yo'q, lekin 5000 rubl kiritaman. Tilimga narsa chiqib qopti, shuning uchun o'ryapti. Gaplarim sal g'alati tuyulayotgan bo'lsa uzr. Men esa mana bu 5-planga pul kiritmoqchiman, ya'ni 150% ga oshadi. Ya'ni 5000 rubl pulim 7500 rubl bo'lib qaytadi. Mana shuni tanlayman. Misol uchun, hamma o'ziga munosib tanlaydi. Ikkinchisiga Viberity sistema degan joyga esa qaysi kashlog orqali pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shuni tanlaysiz. Men esa bu yerda eng qulayi Payer ni tanlab olaman. Endi Viberity summa degan joyga 5000 yozamiz. Yo 5500 yozaylik. 5500 yozamiz va bizning pulimiz ko'rishimiz mumkin 24 soatdan 60 soat ichida eng uzog'i 8250 rubl bo'lib qaytar ekan va har 10 daqiqada meni pulim 27 rublga oshadi. Ya'ni 27 rubldan pul kelib turadi va uni yechib olishim ham mumkin. Endi esa bu joyda dali tugmasini bosamiz va so'ngra bizga qizil harflarda Payer raqam beriladi. Mana shu Payer raqamga biz o'zimizning Payer kashlogimiz orqali pul o'tkazib olamiz va so'ngra u yog'ini men Payer ilovasida sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana do'stlar, Payer ilovamizga o'tdik. Bu yerda meni hisobimda 14000 rubl bor va bu so'mda 189 dollarni tashkil etar ekan. Xo'p, qaranglar, rublni tanlayman va transfer money qilamiz va tepada Payerni tanlaymiz. Bu joyga saytda qancha yozgan bo'lsak, shuni yozamiz, ya'ni 5500, qizil harflarda Payer raqam va pastdagi transfer tugmasini bosishimiz kerak. Va confirm, ya'ni pulni yuboramiz. Endi esa istoriyani bir marta bosib, hozirgina yuborgan Payer raqamimizni tanlaymiz. Bu yerda esa bizga Payer raqam beriladi, ya'ni Payerda operatsion raqam. Mana shuni biz kopiya qilib nusxalab olib, mana bu joyda ID plateja degan joyga kiritamiz. So'ngra esa Popanet tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizning hisobimizda mana ko'rishimiz mumkin. Platej успешно принят degan yozuv paydo bo'ldi, ya'ni pullar qo'shildi. Pastroqda esa ko'rishimiz mumkin успешно degan turibdi. Endi qaranglar, 3 ta chiziqchani bir marta bosamiz va bu joyda endi bizga mana bu joyda Xo'p, Vivo tugmasi bor, ya'ni pullarni yechib olish tugmasi va bundan tashqari depozit degan tugma ham bor. Mana shu depozit degan tugmani bir marta tanlaymiz va kiritgan pulimizni ko'rib borishimiz mumkin, ya'ni aktiven. Bundan tashqari esa 3 ta chiziqchani bir marta bosib, bu joyda yaxshilab e'tibor beringlar, Vivo tugmasini bosamiz, ya'ni pullarimizni yechib olish uchun tanlaymiz. So'ngra esa Viberity Cashlog degan tugmani bir marta tanlab, bu joyda o'zimizni Payerimizni kiritib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Men kiritmaganman, buni esa qaranglar, qanday qilib kiritamiz. Nastroykani bosamiz. Bu yerda Payerni tanlaymiz va raqamni yozib,
saqlanib qilamiz, bo'ldi. Hammasi tayyor. Endi esa bu joydan chiqib kashloyni tanlaymiz va summaga 500 rubl pulimiz bor edi, yozamiz. Dali. Va mana ko'rishimiz mumkin, vyplata успешно подтверждение, ya'ni pullar yuborilmoqda va status ham успешно debdi, qani pul to'landi deyapti. Oxirgi marta 5500 ketgan edi, bir marta yangilaymiz. Va mana ko'rishimiz mumkin, bizning hisobimizga 500 rubl pul qo'shildi, ya'ni pullarimiz keldi. Xuddi shu tarzda mana bu joyda esa hisobimizga yana qo'shilgan, ya'ni pullarimiz. Demak, men sizlarga tushuntirib bera oldim pul yechib olishni ham. Bundan tashqari esa mana bu joyda partnyor tugmasi bor. Bu orqali esa siz do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Xohlagan referral link orqali, mana bu joyda referral link orqali do'stlaringizni taklif qilib, xohlagancha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari sarmoyali yoki sarmoyasiz deganda mana bu joyda bonus tugmasini bosib bersangiz, siz sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni biz sizning hisobingizda, ya'ni Instagram, Telegram, WhatsApp yoki YouTube'da ijtimoiy tarmoqlarda hisobinglar, akkauntinglar bo'lsa, bu loyihani reklamasini, ya'ni linkini yoki rasmini, videosini o'sha loyihalarga tashlaysizlar, ya'ni sahifalarga va sizlarni kanalingizning kattaligi, kichikligiga qarab eng kami 10 rubldan boshlab 15,000 rublgacha bonuslar berishadi. Juda ham zo'r bu va sarmoyasiz usul edi. Mana bu joyga silkani qo'yib, sahifani отправить tugmasini bosasiz va tayyor. Endi qaranglar, profil tugmasini bosamiz va biz pul kiritdik. 5500. Bundan tashqari biz 500 rubl pul yechib oldik. Hammasi juda ham oson. Xuddi shu tarzda endi esa bizga har 8 soniya davomida mana пополнить bosamiz va kiritgan pulimiz turibdi. Выберите plan, to'rni tanlaymiz, 5 ni adashib ketdim va 5500 yozadigan bo'lsak, mana har 10 minutda bizga 27 rubldan pul kelib turadi. Juda ham zo'r. Hammaga omad. Bu loyihaning manzili video kommentariyasi hamda описаниеda bo'ladi. Bemalol kirib ishlab ketishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.